birinchi navbatda raqs, umuman har qanaqa fiziologik harakat bizni musorlardan tozalashga yordam beradi miyaga. Chunki ortiqcha vazn bu nimadandir sizni himoyalayapti. Stressdandir bo'lishi mumkin. Har xil holat, uni somatikasi juda ham katta. Alohida murojaat qilsangiz uni aytib berish mumkin. Va mana shu narsani ketkazganimizda bizda tanamiz cho'ziladi. Lekin har bitta mushaklarga, qoringa alohida mashqlar bor. Va o'shandan keyin alohida mashqlar bilan uni yana ham mukammallashtirishga erishishingiz mumkin. Chet elda qanday kiyinishingizga emas, asosan sizni teringizni rangi, umuman teringizga qanday qilishingiz yoki tashqi ko'rinishda ortiqcha vazningiz bormi yo'qmi, qanchalik tanangizga e'tibor berishingiz bilan sizni baholashadi, darajaga ko'tarishadi. Tez orada bizda ham shu narsa bo'ladi. Shuning uchun tanaga e'tibor berish